Assalomu alaykum, hurmatli Bozor Obzor YouTube kanal obunachilari. Xo'p, navbatdagi sonda javonlarimizni, patinka pastavkalarimizni optim baza birinchi qo'l ustakamizning yoniga kelganmiz. Videoni shoshilmasdan oxirigacha ko'rib tursanglar, narx-navolar, materiallar sizlarga to'liq obzorini tushuntirib o'tishni boshladik do'stlar. Sardor aka, xolmang. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlayapsizmi? Xo'p, aka, sonda javonlarimiz xudo xohlasa men o'zim videoda olaman. Bir chekkadan hamma yo'g'ini narx-navolari, materiallarini tushuntirib berasiz aka. Xo'p, Sardor aka, qarang, bu sonda javonlarimizni nechtaga nechta razmer, nechiga nechta bo'ladi bu? Enasi bo'ladi o'rtada 20 ga 78, bolasi 90 ga 78. Bular ochiladigan, ikki yoqqa ochiladigandan bo'ladi. Bular ikki yoqqa ochiladi. Mana. Kronkalari PVX, oshom-osholari uzun. Oldi materiallari akril bo'ladi, tay tepalari MDF yaxshisidan bo'ladi. Bular kumush, gold, miramillari har rangi o'zgaradigan bo'lsa pulga ta'sir qilmaydi. Yo'q, rangi o'zgarsa pul necha pul bo'ladi? 3 tasi. 3 tasi 2 million 200 ming so'm shahar ichida stavkalar bekor. 3 tasi 1 2 3 shu turishi 2 million 200 ming so'm. Bir donasi emas. Xohlang bunaqangi kumush rangidan, xohlang bunaqangi gold rangidan rangi o'zgaradigan bo'lsa, pulga umuman ta'sir qilmaydi deyapti. Undan tashqari esa Sardor aka, bunaqangi neobishning qoralari necha pul aka? Bu qoralari o'rtada bitta eni, ikkita eni, ikkita bola, 4 talik 3 million 100 ming so'm. 3 million 100 ming so'm. Bular ham akril, oq gulliklari yaxshisidan. Bular ham miramir yaxshisidan. Xo'p, aka, qarang, menga 4 talik emas, bittasini chiqarib deydigan bo'lsa, bittasini pulini chiqarib olasiz, olib. Bittasini pulini chiqarib 3 talik qilib bera olamiz. 3 talik qilib bera oladi. Bularning pastdagilar ham puli bir xil. Puli bir xil hammasi. Bular necha pul qilib berasiz buni? 3 million 100 ming so'm 4 taligi. 4 taligi. 3 taligi 2 million 200 ming so'm. 2 million 200 ming so'm. Xo'p, do'stlar, qarang, undan tashqari esa menga bunaqa gullari esa yoqmaydi. Menga high-tech, skronli gul puli bo'lmasin deydiganlarga esa Sardor aka, bu gul high-tech variantlarini necha pul qilib berasiz? High-tech variantlarimizni 1 million 700 ming so'm 3 taligi. 3 taligi. Bundan ochiladiganlar bo'lsa, polka qo'shiladi. 1 million 800 ming so'm bo'ladi. 1 million 800 ming so'mdan ikki yonboshga ochiladigani, pastga ochiladigani 1 million 700 ming so'mlari ham bor. Nasoslari ham bor. Haligi do'stlar ochganda taraqlab pastga tushib ketmaydiganidan eng qizig'i chekalari ham polni rezinka apparat yapishgan, oshon-boshlari ikkitadan, ikki chekasidan nasoslari ham bor do'stlar. Xudo xolasa, kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, pastni nomerlar qiladi, bemalol aloqaga chiqa olasiz. Bular ham esa Krashinning NDFda lak kraskalari eng zo'r, full paketidan, zo'ridan sepilganidan bo'ladi do'stlar. Xo'p, Sardor aka, undan tashqari patinka qo'yadigan bandaqiz ham bor, ishlab chiqaradigan. Patinka qo'yadiganlarimiz ham bor, o'zimizdan ishxonadan chiqadi. Bo'ldi. Xudo xolasa, inshaalloh Andijon birinchi qo'l mebel markazidan bo'lyapti do'stlar. Kenaylarimizga mana ko'rib tursangiz bo'laveradi do'stlar. Begi esa tortmalari, pastlari esa 2 etajdan hisobda 6 etaj bo'ladi do'stlar. Buni razmeri necha Sardor aka? 80 ga 1.30ligi. G'aladonlari Dauchi, Krashinning 30. Bu 30, eniga 80 sm. Buni summasini necha pul qilib berasiz? Bunisini 800 ming so'm qilib bera olamiz. 800 ming so'm. O'zi 900 ming bo'ylab dastavkasi besplatniy. Bular-chi aka, sal kichikroqlar. Endi bularimiz bor. Bularimizni 700 ming so'm qilib bera olamiz. 700 ming so'm. Material o'zgarmaydi, razmer o'zgaradi xolos. Razmerida farqi bor xolos, aka. Undan tashqari esa do'stlar, joyim menga kattaroq, kalidorimni o'zini egallasin deydiganlarga esa bunaqangi kalidorni egallaydigan yaxshisidan ham bor do'stlar. U yonida esa polkalari addini. Bunimizni puli necha pul aka? 100 dollarga bera olamiz. 100 dollarga bunisini qilib bera olamiz do'stlar. 300 ming so'm. Video yoqqan bo'lsa, xudo xolasa Andijon birinchi qo'l mebel markazidan bo'lyapti. D bloyda agar bozorga kelib joydan olmoqchi bo'lgan deganlar esa D bloydan eshikdan kirishingizda esa ro'parada birinchi joyimizda bo'ladi do'stlar. Xohlasangiz do'kaniga kelib oling, xohlasangiz uyda yotgan holda telefon qiling, beshingizni bitkizib beramiz. Kimga shunaqa mebellar kerakadigan bo'lsa, xudo xolasa bemalol aloqaga chiqa olasiz. Sardor aka o'zi kelib qo'lingiz ushlab so'raydigan bo'lsa, Bozor Obzordan ko'rib kelyapman desa, yana kelishtirib, o'tadigan joyi bo'lsa o'tib berasiz, dastavkalarni qilib berasiz. Bo'ldi. Xudo xolasa video yoqqan bo'lsa, bitta-bittadan like bosib, obuna bo'lishni unutmaysiz. Shunaqangi sonda javon istab yurgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar.